Ardaning uzatmasi. Mbappe qochayotgan edi, tezlik bilan ketayotgandi Mbappe. O'zimni Ardaning nigohidan sezdiki, Kubarsi shu tomonga pas bo'ladi. Valverde Modricni kutib o'tirmadi va Barsa futbolchilari ham qo'yib berishmadi. To'pni manzilga yetib borishiga Yamal, Lamin u ham havoga ko'taryapti. To'pni Modric o'yin davom etadi. Penaltiga tortadigan epizod emas yoki VAR o'zi chaqiradi to'xtatib. Barsa futbolchilari ko'rib ol demoqda. Hakam o'yinni davom ettir dedi. Inigo 104-daqiqa o'tib bormoqda. Fermin, Rafinha, pas, xavfli vaziyat, zarba yo'llandi.